Rahman, mana sizga telefon. Sizlarga va'da berganday, mana bugun topgan keldik. Bugungi projelarimiz hammasi jimyosh grutka bo'ladi. Qanday to'g'ri ishlashni ba'zi projelarni bugun sizlarga ko'rsatamiz. Mana ko'rib turganlaringlar, skamya, shtang. Bu ko'pchilik keladi-da, ko'pchilikni ko'rganman, ko'pchilik keladi. Shtangaga yotib oladi-da, qo'yib yotib oladi-da. Qanaqa qilishni bilmayman. Sizlarga hozir ko'rsataman. E'tibor beringlar. Jimyoshga yotgan payt bosh skamyaga bo'lish kerak. Chiqib ketmasligi ham kerak. Chiqib ketmaslik kerak. Bosh rovna yotish kerak. Ko'targan payt e'tibor beringlar qo'lga. Qo'l rovna bo'lish kerak. Bunaqa ham emas, yoki bergan ham emas, bergan ham bo'lmasa kerak. Men sizlarga hozir qilib ko'rsataman. Mana shu holatda uverlik bo'lib ko'zlaringizga yotasizlar. Xvat, постоянно xvat, yelkadan mana shu holatda. Muncha ishlasa boshqa joyga ishlaydi, o'rta ishlasa u ham boshqa joyga ishlaydi. Sizlarga asosan grut kerak. Men sizlarga o'z ko'rsataman. Grutka, xvatga mana yelkadan bunday qilsalar, yelkadan olgan. Mana shu holatda ko'rib turibsizlar. Yana bundan ko'rsaman. Shu holatda e'tibor beringlar. Grutni o'rtasiga olib kelasizlar. Shu ko'rib turganlaringlar, pastga tushirgan payt nafas olish, chiqarish, bu eslaringdan chiqarmanglar. Bu обязательно kerakli narsa. Qilgan payt pastiga ham emas, pastiga tushirmanglar. Pastiga tushirsalar, o'sha qo'llar ketyapti, ko'rib turibsizlar o'zi. Pastiga tushirganlar. Tepaga qilsalar, u boshqa joyga ishlaydi. Tepaga ushlash uchun boshqacha ushlash kerak. Shuning uchun bu jimyoshga o'rtaga mana shu gruppni o'rtasiga tushirib, asta tushirib, sal tezroq ko'tarasan. Asta tushirib, sal tezroq ko'tarasan. Ana shu holatda 6 tadan 12 tagacha ko'tarasan. Bu trenirovka stopodinamika deyiladi. Stopodinamikani masalada tushuntiraman. Og'ir ves bilan trenirovka. Og'ir ves bilan deganga og'ir qo'yish kerak emas. Og'ir ves deganga misol uchun men sizlarga aytaman. Sizlarni ves og'ir qo'yish uchun veslaringizni aytaman sizlarga. Misol uchun kimdir 70 kilo, kimdir 80 kilo, kimdir 90 kilo, kimdir 100 kilo, kimdir 50 kilo. Misol uchun 70 kilo bo'lsangiz, 100 kilo ko'tarish yoki 70 qo'yish shart emas. Nima deydi mana bu 70 kilo ves bo'lsangiz, jimyoshda sizlar vesingizdan 80%, 30% kamini ko'tarasiz. Misol uchun 70 bo'lsangiz, 70 dan 30% to'xtashasizlar, o'sha ves bu sizlarni рабочий veslaringiz hisoblanadi. Men sizlarga hozir jimyoshni ko'rsatdim. Jimyosh bu baza упражнение, yana bir marta aytib o'taman. 6 tadan 12 tagacha ko'tarasizlar. Ko'pchilik 5 ta qiladi, og'ir ko'tarib olgandan keyin 4 ta qiladi, 5 ta qiladi. U вообще noto'g'ri ish. 6 tadan 12 tagacha baza упражнение, 6 tadan 12 tagacha. 4 подход yoki 5 подход. Har bitta yana narsani aytib o'taysizlarga, har bitta chastka, grutka, yelkaga, qo'lga, qo'l orqasiga, har bitta chastka 12 ta. Bir trenirovkaga 12 ta упражнение достаточно. Bir xil keladi, 2 soatlab, 3 soatlab trenirovka qiladi, lekin to'liq bo'lmaydi. Buni qiladi. Yo'q, kellaringmi? Bugun grutka. 4 ta упражнение, 4 podxoddan 8 ta 12 ta. 3 ta упражнение 4 podxoddan qilsalar, уже 12 ta упражнение bo'ladi. Uni ham normalniy qilish kerak. U kelib ozgina qilib, 3 vaqtga qilib, keyin boshqa narsaga emas. Uni kellarni bering. Normalniy maksimalniy ves qo'yib, maksimalniy ves bilan 4 podxod ishlaydi. Men sizlarga hozir endi grutni tepachasiga ko'rsataman. Bu tepachasiga biz hozir gantelga naklonga ko'rsataman.
aytsam bo'ladi, lekin masalan gantaga qilib ko'rsataman, чтобы разнообразно bo'lish uchun. Hozir shunaqa ham ko'rsatsam bo'lardi, lekin men разнообразно qilish uchun men sizlarga gantaga ko'rsataman. E'tibor beringlar, skamera ko'pchilik biladi, ko'pchilik. E'tibor beringlar. 30 45 chiqsalar уже qaysidir sport zallarga 45 mana shu holatda turadi. Mana shu holatda 45 bo'ladi. Qaysidir sport zallarga. Biz 45 qo'ysak, bu juda ham ko'p ketadi. Agar shu holatda men hozir guruhda ishlasam, gantel bilan, уже men yelkamni ko'p ishlab boshlayman. Shuning uchun biz maslahat aytganda, biz guruhda tepasiga ishlash kerak. Men bergan 30 ga qo'ydim. Bergan xuddi shunday. O'zlaringizga uverim yo'q, buncha to'liq, normal uverim yo'q. Опять же, besdan og'irni olib shart emas, og'irni olib bitta ikkita qilib qilolmayman shart emas. Bes shunday bes qilinglar, чтобы 6 tadan 12 tagacha. 6 ta ham emas, 8 ta, iloj boricha 8 tadan 12 tagacha qilishga harakat qilinglar. Buni ham o'zingizlarga to'g'ri qilishni o'rgataman. Tutirib, e'tiborlinglar. Ko'pchilik mana bunday qiladi. Yoki bo'lmasa, mana bunday tasavvurlar. Biz masalan to'g'risini ko'rsataman. Опять же, bergan qo'lga e'tibor beringlar. Qo'l mana shu holatda. Yana bir ko'rsataman. Qo'l rom shu holatda. Bergan ketmasa, bunday ham ketmasa-ki, tashavanlar. Ana masalan ko'rsataman. E'tibor beringlar. Mana shu holatda mana shu holatda 8 tadan 12 tagacha. Prinsip 6 tadan 12 tagacha deganday 6 tadan 12 tacha ham bo'ladi. Harakat qilaylik. 6 ta qilib qo'yib tashlab qo'yish kerak emas. Shunday bes olinglar, чтобы 12 tagacha bo'lsin. И har bitta narsani, har bitta упражнениеga maslaga aytadi. Qilinglar, maslaga bitta ko'rsataman. Qilinglar, qilolatda ana bu yerga ushlaydi. Yoki mana bu yerga ushlaydi. Hech qachon bunaqa og'ir ba'zi упражнениеga ishlash kerak emas. Masalan, hammasini tushuntirib o'taman. E'tibor beringlar, plавно qilish kerak, plавно. Boshladingizmi? To'xtab qolmaylar. Asta tushirasizlar. Sal tezroq ko'tarasizlar. Asta tushirasizlar. Sal tezroq ko'tarib, ushlab qo'yish, mana bu yerga ushlab turish, bu narsalar foydasi yo'q. Turgan narsalaringizda bu hech qanday foydasi yo'q. Turgan narsangiz bu bo'lmadi desam bo'ladi. Shu holatda bu ham xuddi shunday 4 подход 12 tagacha qilishga harakat qiling. Plавно. Qo'l bergan ushlab qo'ymaylik. Не только bu упражнениеga, jimlashga ham xuddi shunday. Bergan ushlab qo'ymaylik. Mana shu holatda 4 подход 12 tadan qilasizlar. Biz hozir guruhda tepachasiga maslaga ko'rsatdim. Endi guruhda pastkichasini ko'rsataman sizlarga. Guruhda pastkichasini men brusga qilib ko'rsataman. Nimagaki, men o'zim ham oldin bilmasdim, что brusga bu brus mana bunday qilsa bo'ladi deb. Yo'q, unaqa emas ekan. Brus men do'stim bilan trenirovka qilib, u bola trener, u bilan trenirovka boshlaganda u menga ko'p narsalar tushundi. Shu narsalarni, men o'rgangan narsalarni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Men sizlarga brusga hammalaringiz bilasizlar, qanday qilish kerak. Buni qilish kerak yo'q. Ko'pchilik brusga qiladi. Bu ko'pchilik ko'rganman, chiqib oladida mana qilib oladi. Yo'q, brusga e'tibor beringlar. Brus sustav, yelkani sustavi, loktining sustavi bo'ladi. Brusga motor qilgandan keyin ana shu sustavni travma qilganlaringdan keyin travma qilib qo'yasizlar. Travma bo'lgandan keyin sustav qurib boshlaydi. Sustav qurib boshlagandan keyin уже og'riq paydo bo'ladi. Shuning uchun, чтобы og'riq bo'lmasligi uchun, travma bo'lmasligi uchun masalan hozir
to'g'ri qilishni o'rgataman. Bu bruschastiga. Bu brusga ko'p narsani qilsa bo'ladi. Brusga qo'l orqasidan ham ishlasa bo'ladi. Brusga gurutni pastini ham ishlasa bo'ladi. Masalan, o'zi qanday to'g'ri qilishni ko'rsataman. Masalan, e'tibor beringlar. Pastga ham tushib ketmaydi. Bir xilla bor, mana bu holatda qiladi. Bunaqa ham kerak emas. Pastgacha ham tushish shart emas. Brusga e'tibor beringlar. Böyle. Mana shu holat. Ko'tarasizlar. Astaroq tushasizlar, ko'tarasizlar. Asta tushasizlar, ko'tarasizlar. Asta tushasizlar, ko'tarasizlar. Har bitta упражнениyaga men sizlarga aytganday nafas olish, ko'tarish hisobdan chiqmasin. Mana bu narsani aytib o'tiraman sizlarga. Kimda-kim 12 ta yengillik qiladigan bo'lsa, o'zini deysiga har bitta mana sepni ko'rsataman. Ko'rgan bo'lishlaringiz mumkin. Mana bu sep. Har bitta sport zallarga sep bo'ladi. Sep bo'lmasa o'zlaringizdan olib kelib, bunga belga o'rab, masalan, ko'rsataman. Biz masalan hozir ko'rsataman. Ana shu holatda agar o'zlaringiz restoran bilan 12 ta qilib bilolsalaring, 12 tadan ko'p chusut qilmasalaring, mana shu holatda toshni qo'yib qilishlaring mumkin. E'tibor beringlar. Pastga asta tushamiz, tepaga sal tezlashamiz. Bunga ham, brusga ham aytib o'tganimdek to'xtab qolmaydi bu yerga yoki bu yerga shu to'xtab qolmaydi. Plan. Mana shu holatda yerga ham xuddi shunday 4 patxotdan 12 ta qilishga harakat qiling. 12 tagacha. Чтобы shunday qilinglarki 12 tagacha. Shunday qilinglarki 10, 11, 12 уже zo'rg'a foyda bo'ladi. E'tibor beringlar. Har bitta упражнение, misol uchun guruhda tepasiga yoki jimyojga do'stlaringiz bo'lsa, bu yana ham yaxshi bo'ladi, чтобы undan keyin do'stlaringiz yordam beradi. Bruslarga esa misol uchun mana 10-si bo'lib уже uncha qolmaysizlar. Hamma joyda manaqa oyoq qo'yadigan joy bo'ladi. Oyoq bilan 11 oyoq bilan yordam bersalaring bo'ladi. U ham 10-dan keyin. Har bitta упражнение 30 sekunddan keyin уже chusut qilib boshlasizlar. 30 sekunddan 45 sekundgacha. 30 sekunddan ana shu 15 sekundga sizlar qiladigan упражнение ana bu katta foydali narsa bo'ladi. Masalan, hozir aytib o'taman, yana aytib o'taman. Men qiladigan упражнение nima uchun ba'zi упражнение deyiladi? Ba'zi упражнениеga odamni tomiri bo'ladi. Mana tomirlashsa badan shishadi. Oq katta tomir bor. Qizil mayda tomirlar bor. Agar oq tomirni shishiraman desalaringiz, men sizlarga ko'rsatadigan упражнение, ba'zi упражнениялар ana shu oq tomirni shishiradi. Qizil tomirni shishirish uchun bunday ham qilsa, qanday qilsalaring bo'ladi. Bunday ham qilasizlar yoki yotib olib, yengil ko'tarib 20 ta 30 ta qilasizlar yoki gantel olib, shuni ham qanday qilsalaring qilasizlar, lekin o'shanga qizil tomirlar ishlaydi, o'zlaringiz bilasizlar, shishasizlar, shundan yo'qolib ketadi. Oq tomirda shishirish qiyin. Oq tomirda kamdan-kam kishi shishiradi. Masalan, aytayotgan. Masalan, hozir guruhni pastgachasini ko'rsatdim. Endi guruhni o'rtachasini hamma yaxshi ko'radi, чтобы chiroyli bo'lib turishi uchun. Men o'rtachasini mana bu trenajyorda hamma bo'lsa kerak. Krasovka deyiladi.
E'tibor beringlar. Sizlarga ham ko'p kishi qiladi, lekin men o'zim ham noto'g'ri qilardim. Men o'zim ham noto'g'ri qilardim. Men sizlarga hozir qanday to'g'ri qilishni ko'rsataman. Ko'pchilik mana shu holatda kelib oladida, mana bunday qiladi. Bu hammasi noto'g'ri. Bu yerga men sizlarga birinchi xatoni ko'rsataman. Birinchi xato bu tepaga turgani. Tepadan ortganlaring bu birinchi xato hisoblanadi. Birinchi xato hisoblanadi. Men sizlarga buni to'g'ri qilish uchun ko'ramiz. Mana shu holatda tushirasan buni. Misol uchun bu meni o'zimning bo'yimga. Sizlar o'zlaringizni bo'ylaringizni. Mana bu meni o'zimniki. Kimdir mendan bo'yi uzundir, uzoqladi, kimdir pastdir. Mana shunday qilgan holatda, mana shu holatda qilasan. Endi qilganiga qarang, qanday qilasan. Bir qadam oldinga qo'yasan, xuddi quchoqlaganda, uchganda. Mana shu holatda olib kelasiz. Mana shu holatda olib kelib, arqaga sirasi tashlamaydi. E'tibor beringlar. Olib kelasizlar, qaytarasiz. Olib kelasizlar, qaytarasiz. E'tibor beringlar. Mana e'tibor beringlar. Harakat qilinglar, o'rtaga turish uchun. O'rtaga turasizlar. O'rtaga turib, bir qadam qo'yasizlar va oxirga tashlab yubormayman buni. Tashlab yuborish yo'q. Qilib nima emas. Besni o'rtacha olsa, vau. E'tibor beringlar. Bir yengil. Qo'lga e'tibor beringlar. Qo'lni oxirigacha ketish shart emas. Qo'l mana shuncha. Напряжение. Bu упражнение grup o'rtasini chiqarib beradi. Bunday olsa, masalan, savollar bo'lishi mumkin. Men bunday qilaman, bu bunday qiladi deb, masalan, hozir bazovoy, основной bazovoy упражнение. Oq tomir deganda, oq tomirni pishirishni ko'rsatdim. Misol uchun grupga ko'p упражнение, har xil упражнение bor. Masalan, основной o'zim qiladigan упражнениyalarni ko'rsatdim. Bugungi masalan bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Что men do'stim bilan deganim, masalan shu balani ko'rsatib qo'yay. Bu mening do'stim. Bu ham trener. Men shu bala bilan trenirovka qilib ko'p narsani o'rgandim. Buni ismi Aleksey. Men shu bala bilan trenirovka qilaman. Hali men sizlarga ko'p narsalarni tushuntirib, sport misol uchun sizlar ko'rgandirsizlar. Sizlar ko'rgandirsizlar, что YouTube ga ko'p kachorlar chiqaradi, lekin ular sizlarga oxirgi nimasigacha ko'rsatmaydi, toninkisigacha. Nima uchun? Oq tomir. Oq tomir nima qiladi? Qizil tomir nima qiladi? Tak, mana bu kashalar, mana bu protein, gener, mana bu BCA, aminokislotalar, ular nimaga yordam beradi? Masalan, masini tushuntirib ko'rsataman. Tak, bo'ldi. Bugungi trenirovkamiz shu bilan tugaydi. E'tibor beringlar, yana bir narsani aytib o'tay. Trenirovkaga zalga kelgandan keyin 2 soat, 3 soat trenirovka qilish u foydasi yo'q. 40 minut, uzog'i 1,5 soat trenirovka. Uzog'i. Yana bir narsani aytib o'tay. Har bitta trenirovka kelganlaringizga razminka qilish eslaringizdan chiqmasin. Обязательно 5 minut, 10 minut, 15 minut razminka qilinglar. Qizib, yaxshi qizib olgandan keyin nimani trenirovkani boshlasangiz bo'ladi. Опять же, mana jumlash keldimi, beri keldimi, sразу og'ir vес olish shart emas. Birinchi yengil vesni olib, ikki patrol qilasizlar, keyin o'zlaringizni veslaringizni olasizlar. Maksimalniy ves, shunday ves olinglar, işte nima bilmayman, qancha ko'tarar, kim og'ir ko'tarar, kim yengil. Shunday ves olinglar, что 10-chi, 11-chi, 12-chi raz qilganlaringizga zo'rg'a qilinglar. Ana shunga sizlarga bir o'zgarish bo'ladi. Tak, unda men sizlar bilan xayrlashaman. Videom yoqqan bo'lsa
kommentariy yozinglar. Kimga qanaqa savollar bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Video yoqqan bo'lsa like qo'yinglar. Xayr.